Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Duboviy degan obyektimizda qilingan santexnika ishlari bilan tanishtirmoqchimiz. Ko'chadan boshlaymiz. Bizda mana shu kolodis, kanalizatsiyaning kolodisiga alohida uy ichidan yangi turba montaj qilib, kanalizatsiya turbasini olib chiqib ulaganmiz. Kolodisga sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib tushuntiraman. Mana shu kolodis bo'lsa, kolodis chuqurligi bo'lsa, misol uchun mana shu chuqurligiga turbani iloji boricha kolodisga balandroq uyinni olib chiqqanmiz. Agar pastroq uyinni olib chiqib qo'ysa, ertaga kolodis suvga to'lgan paytda chiqqan turbaning ichiga kolodis to'lib qolgan suvlari kirib ketish ehtimoli bor, ya'ni obratga berib yuborishi mumkin. Shuning uchun men obratni klapan qo'ygan taqdirimizda ham agarda obratni klapan kolodis to'lganning hisobiga umuman ochilmay qoladi, ichkarida suv kolodisga chiqa olmay qoladi. Ichkarni o'zidan oqayotgan suvni o'zi toshib chiqishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha kolodisga balandroq urindan chiqib kelishga harakat qilish kerak. Biz balandroq urindan chiqib kelishga harakat qilganmiz. Yer yuzasiga turbamiz yaqinroq bo'lgani uchun bu joyga biz azbest turbadan foydalandik. Chunki azbest turba ertaga o'tda mashina o'tadigan joy. Plasmas turba ish faoliyatimizda ko'rganmiz, yerga yaqin bo'lgan joylari ezilib ketgan. O'shaning uchun azbest turba qo'yganmiz. Bu joyda bizda sovuq suvimizning kolodisi bo'ladi. Sovuq suv turbamiz shu yerdan o'tgan ekan. Bu endi xudo xolisa g'ishlari terib, ustiga bitta kolodis qopqog'i qo'yiladi. Hop, jomurlarimizning oqova suvlariga alohida o'ra qazdirganmiz. Mana bu ikkita o'ramiz bor. Birinchi bo'lib turib, jomurlar oqova suvlari o'raga tushadi. Bu o'ra to'lishiga yaqin bu o'raga o'tib ketadi. Bizda mana bu o'ramiz rezervning asosiy ishlaydigan o'ramiz birinchisi. Bu o'rada ham xuddi shunaqa. Bu o'raga ham iloji boricha chiqib kelayotgan turbasini balandroqdan balandroqdan olib chiqqanmiz. Chunki ertaga deylik ichkaridan uklonni katta olib kelsa, ertaga bir o'rani taxminan 1 metr pastroqdan chiqib qolsa ham tepasi, shu 1 metr tepasi, turbani 1 metr tepasi xalosday qolib ketadi. Sizlar u joydan umuman foydalana olmay qolasizlar. O'ra ertaga mabodo suv torta olmay qolsa, turbaga suv to'lib obratga berib yuborish ehtimoli bor bu holatda ham. Shuning uchun iloji boricha o'raga balandroq urindan chiqishga harakat qilish kerak. Endi ichkarida bu joy hovli bizda uyimizning oldi tarafi. Bu yerda keyinchalik bizda yashil hudud bo'ladi. Yashil hududda gazonlar uchun alohida palif turbasini hamda gazonimizning atrofida shamshot ekiladi. Ularga alohida kapelniy sistema uchun sovuq suv turba chiqarib ketganmiz. Kapelniyga alohida, palifga alohida. Bu paliflarimizni ham keyinchalik pastda alohida avtomatika bo'ladi. Kimdir alohida har kuni o'chirib yoqish shart emas, o'zining miyasi bo'ladi. Kerakli vaqtda o'zi yonib, o'chib ishlayveradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu tomonlarda mana slip turbalarini montaj qilganmiz. Turbalarimizni iloji boricha metal xomut bilan devorga qotirganmiz. Ertaga yerga qo'yib ketsa, yeri cho'kish ehtimoli bor, o'ynashi bor yer tagida. Shuning uchun xomutga qotirib, ertaga bemalol ustiga chiqib mana qilsa ham bo'ladi, nagruska bersa ham bo'ladi. Bu cho'kmaydi bu. Uyimiz xudo xolisa cho'kmasa, bu turbalarimiz cho'kmaydi. Vaqtinchalik mana slip turbalar yo'lligi uchun arzonroq plasmas turbadan slip turbalarini o'tkazib montaj qilib berganmiz. Bu keyinchalik olib tashlanadi, tunkali turba qo'yiladi o'rniga o'rib. Keyin kastoy treninglardan foydalanganmiz. Deylik misol uchun bu yerdan suv kelyapti, bu yerdan suv kelyapti. Ikkalovi bir-biriga urilib ketishi mumkin. Bir-biriga aralashib ketishi uchun kastoy bo'lsa yaxshi ketadi suv. Shuning uchun kastoy treningdan foydalanganmiz. Shunaqasi o'raga chiqib ketyapti turbalarimiz. Bu tomon bizda koridor yo'li. Bu yerda ham yomg'ir suvlari tushishi ehtimoli bor. Shuning uchun alohida traplarga tochkalar chiqazib ketganmiz. Bu tomonimizda garajimizda aylanib o'tamiz. Mana bizda bu tomonimizda garaj. Garajda ham alohida mamlatimizda burchida letniy tualet bo'ladi. Ko'chadan kelganlarga bu letniy tualetimizga ham pastdan shu turbalarini montaj qilib, izolyatsiya qilib, uni izolyatsiya kiygizib,
izolyatsiyaning ustidan дополнительный stiklovata o'rab, chunki yer tagidagi turbalarimizdan issiq suv turbalari ham o'tadi. Ular ham ertaga poteriya berib, energiyasini yo'qotish kerak emas. Yaxshilab izolyatsiya qilib, turbalarni montaj qilib, letniy kuxnyaga ham, tualetga ham chiqarib ketganmiz. Xo'p, bunga alohida kanalizatsiya tizimlari, keyin asosiy uyga kanalizatsiya turbalarini hammasini o'tkazib montaj qilib ketganmiz. Bu tomondagisi ham hammasi hozir endi ko'p qo'yishgan. Metallitskiy xamutga qotirib montaj qilganmiz hammasini, yerga qo'ymaganmiz. Mana hozir bu yoqqa asosiy ko'chadan kelayotgan sovuq suvga vaqtinchalik suvga cho'chib qo'yib qo'yganmiz. Plombasini endi urib ketishadi. Endi to bu yoq taraflarga bo'lsa, hali bu yoq tomonlarga suv haydamaganmizda, oddiy havo bilan dalini berib aplisovka qilib qo'yganmiz. Hozir mana manometrda strelkasi turibdi. Hozir men ochsam havo chiqadi shu yerda. Havo chiqadi. Katta olsa katta bo'ldi havo chiqadi. O'sha havo bilan aplisovka qilib qo'yganmiz. Keyin ko'mishga dabro berganmiz. Hamma stiklarimiz tekshirilgan. Kanalizatsiyalarimizni ham iloji boricha mana Ma'mudda misol uchun sesna poyezd bo'lsa, endi bu yerda rigillar qilib qo'yilgan. Rigilga tegmasdan bu uyga suyaga unaqa joy teshish mumkin emas. Ichida armaturalar to'qilgan. O'shaning tegidan olib chiqqanmiz. Uyga suyagiga ta'sir qilmaydigan qilib konstruksiyalarni teshganmiz. Bu tomonda alohida katenniy xonamiz bo'ladi. Katenniy xonamizda ham uy orqa tarafidagi turbalarni chiqarib tekshirib aplisovka qilib qo'yganmiz. Bu yerda ham orqa hovliga chiqarilgan turbalar hammasi birlashtirilib, tekshirilgan. Mana 3 atmosfera dalini berib qo'yilgan. Mana hozircha havo bor bunda ham aplisovka qilib qo'yilgan. Ya'ni bu degani tizim butunligini bildiradi. Dalini berib qo'yganimizga ancha kun bo'ldi. Xudo xolis pechkasi yo'q. Bemalol ko'rsatsa ko'msa bo'ladi. Bu xona bizda keyinchalik xudo xolis katenniy bo'ladi. Katenniy xonani ham ish boshlaganimizda alohida video obzorlarni qilamiz. Bitgandan keyin alohida obzorlarni qilib beramiz. Bu bizning uyimizning orqa tarafi. Mana shu tomonda daraxt ketadi. Katta basseyn bo'ladi. Basseynning o'sha balandligini uruvini mana shu uydan chiqarish uruvin bilan bitta uruvindi bo'ladi. Shunday uydan chiqarsak, basseyn kalla oladi chiqqanida. Keyin bu yerda ham mana yomg'ir oqova suvlarini hammasini montaj qilib berganmiz. Sirklarning suvlarini. Bu yerda keyinchalik ekinimizning atrofida o'zini latoka bo'ladi. Ertaga shu pirtavaldan turib steyashkani yuvganda, asfaltlarni yuvganda shu o'zini arig'iga latokaga tushib, latokdan uraga oqova suvlar chiqib ketadi. Zeleniy zona uchun alohida mana bu yerda 3 ta palivga, bittasi kapelniy sistemaga, bittasi shu yerda shlanka bilan suv sepish uchun turbalari chiqazib ketilgan. Hammasi hisobga olingan. Yopib, podvoldan boya ko'rsatdim, dalini berib tekshirib qo'yilgan. Bu yerda hammasi mana toshlar yerlar olib chiqib tashalib, endi bu yerda yer toshlarroq yer ekan, olib chiqib tashalib, undan yo'ra yangi yumshatibroq olib kelib solinadi. Hop, bu yerda mana hozir ko'rishingiz mumkin. Bu yerda alohida poli balandroq bo'lib ko'tarilar ekan. Shuning uchun turbalarimiz sal balandroqdan yurgan bu yerda. O'sha pol orqa hovlini o'sha nolvoy urvini hisobga olinganda, shunga qarab turbalarni ham ukloni shunga qarab o'zgargan. Xudo xolisi bu yerda ham mana vaqtinchalik silik turbalarini montaj qilib berganmiz. Tagiga asosiy liniyaga yaxshi turba qo'yganmiz. Bu yerda ko'tarilishiga bo'lsa arzonroq turba qo'yganmiz. Bu ham ertaga alishtirib yuboriladi. Mana yomg'ir oqova suvlariga ham e'tibor bersanglar, mana bu burilish qaylishlarda shu yerga 90 gradusga qo'yib ishni bitirsa bo'lardi. Unaqa qilmasdan 245 gradusga qo'yib turib, kattaroq pavorot hosil qilganmiz. Tiqilish ehtimoli kamroq bo'lishi uchun. Agarda sizlarga shunaqa sifatli santexnika, отопление xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Lux Klimatga murojaat qilinglar. Sizlarga iloji boricha sifatli xizmat ko'rsatamiz.